Fizikada shunday bir tushuncha bor. Qora tuynuk singulyarligi. Bu shunday bir nuqtaki, uning ortida biz bilgan barcha fizika qonunlari o'z kuchini yo'qotadi va biz uchun mutlaqo noma'lum bir voqelik boshlanadi. Texnologiya olamida ham xuddi shunday tushuncha mavjud. U texnologik singulyarlik deb ataladi va insoniyat ana shunday ufqqa borgan sari yaqinlashib bormoqda. Bu shunchaki navbatdagi texnologik inqilob emas, balki insoniyat tarixidagi eng muhim va eng katta burilish nuqtasi bo'lishi mumkin bo'lgan hodisadir. Xo'sh, bu gorizont ortida bizni nima kutmoqda? Yangi tongmi yoki fojiali xotima? Texnologik singulyarlik atamasi olim va ilmiy fantast yozuvchi Vernor Vinge tomonidan 1993-yilda yozilgan The Coming Technological Singularity essesi orqali ommalashgan. Uning mohiyati oddiy. Bir kun kelib biz o'zimizdan aqlliroq sun'iy intellektni yaratamiz. Bu super intellekt o'z navbatida o'zidan ham aqlliroq super intellektni yaratadi va bu jarayon zanjir reaksiyasi kabi misli ko'rilmagan tezlikda mustaqil davom etaveradi. Iqtisodchi Gordon Moore tomonidan 1965-yilda shakllantirilgan Moore qonuni nomli ilmiy bashorat modeliga ko'ra, integral sxemalardagi tranzistorlar soni har 2 yilda taxminan 2 barobarga oshib boraveradi. Bu esa hisoblash quvvatining eksponensial o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi. Texnologik singulyarlik nuqtasidan so'ng taraqqiyot bizning tasavvur doiramiz va nazoratimiz ostidan mutlaqo chiqib ketadi. Bu insoniyatning so'nggi ixtirosi bo'lishi mumkin. Negaki undan keyingi barcha ixtirolarni mashinalarning o'zlari amalga oshirishadi. Ammo bu masala shunchaki texnologik muammo emas, balki chuqur falsafiy ahamiyatga ega bo'lgan masaladir. Rene Descartes'ning mashhur "Men fikrlayapman, demak men mavjudman" iborasi asrlar davomida insonni o'zini anglashining asosi bo'lib kelgan. Agar dunyo tarixida ilk bor bizdan ko'ra mukammalroq fikrlaydigan subyekt paydo bo'lsa, insonning olamdagi o'rni, ahamiyati qanday o'zgaradi? Biz ilk bor bu dunyoda ma'lum bo'lgan eng yuksak aql idrokka ega bo'lgan mavjudot mavqeidan ayrilamizmi? Bunga biologik evolyutsiyaning keyingi bosqichi deb qaraydigan mutafakkirlar ham bor. Inson miyasi bu taxminan 86 milliard neyron va 100 trilliondan ortiq sinaptik aloqalardan iborat murakkab biologik tarmoq. Hozirgi kunda eng yirik sun'iy neyron tarmoqlari 100 trillionlab parametrlarga ega bo'lib, bu ularning murakkabligi bo'yicha biologik miyaga yaqinlashib borayotganini ko'rsatadi. Tabiat hujayralaridan insondek ongli, yuksak aqlga ega mavjudotni yaratish uchun milliardlab yillar sarflagan bo'lsa, balki inson ham silikon asosida yangi, ongli super intellekt yaratish uchun bir ko'prik vazifasini o'tayotgandir. Texnologik singulyarlik haqida ikki asosiy qarash mavjud. Optimistlar, masalan ixtirochi va futurolog Ray Kurzweil, singulyarlikni insoniyatning barcha muammolariga yechim sifatida ko'radi. Super intellekt o'limni yengishi, kasalliklarga barham berishi, iqlim o'zgarishini to'xtatishi, koinot sirlarini ochishi va bizni yulduzlar aro sayohatga olib chiqishi mumkinligiga ishonadi. Biz o'z ongimizni mashinalarga yuklab, raqamli abadiylikka erishishimiz mumkin deb hisoblaydi. Boshqa tomondan pessimistlar, jumladan faylasuf Nick Bostrom, bunday hodisaning xavf-xatarlaridan ogohlantiradi. Asosiy muammolar bu nazorat muammosi va maqsadlarni moslashtirish. Bu vaziyat go'yo afsonaviy shoh Midas qissasining zamonaviy ko'rinishiga o'xshaydi. Midas tangridan qo'li tegingan hamma narsa oltinga aylanishini so'raydi va bu istagiga erishadi ham. Ammo bu uning uchun fojia bilan yakunlanadi. U taomga teginsa taom oltinga, sharobga teginsa sharob, qizini quchoqlamoqchi bo'lganida qizi ham oltin haykalga aylanadi. Xuddi shunday super intellektga, masalan insoniyatning azoblariga abadiy barham ber kabi ezgu vazifa qo'yilsa, u bu vazifaga o'ta mantiqiy, ammo g'ayri insoniy bo'lgan,
ya'ni butun insoniyatni yo'q qilish orqali uzil-kesil yechim chiqarishi mumkin. Bunga sun'iy intellekt xavfsizligi sohasidagi tadqiqotlar ham misol bo'la oladi. Masalan, Q-Learning algoritmi asosida ishlaydigan agentlarga video o'yinlarda g'alaba qozonish vazifasi yuklatilganda, ba'zi hollarda ular o'yinni o'ynashni o'rganish o'rniga dasturdagi zaifliklardan foydalanib, o'yinni pauzaga qo'yib, cheksiz ochko to'plash kabi kutilmagan va nomaqbul yechimlarni topishgan. Bu yerda maqsad emas, balki mashinaning bizning axloqiy me'yorlarimizni chetlab o'tuvchi sovuqqon mantig'i hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Maqsad ezgu bo'lganda ham, ammo uni amalga oshirish usuli biz uchun fojia bilan teng bo'lishi mumkin. Biz insoniyat tarixidagi eng hayajonli va ayni paytda eng mas'uliyatli davrda yashamoqdamiz. Biz bu texnologik singulyarlik ufqiga yaqinlashar ekanmiz. Oldimizda asosiy savol turibdi. Biz yangi tongni qarshi olganimizda hali ham yer yuzasining hukmdori bo'lib qolamizmi yoki yo'q? Javobni faqat vaqt ko'rsatadi. Lekin kelajakni shakllantirish buguncha o'zimizning qo'limizda.